Shayxon Tohir tumani Shofayz mahallasidan 3 sotix maydonga qurilgan 4 urvilli bitta zo'r xonadonimiz sotuvga chiqib qoldi. Xonadonimiz to'liq mebel texnika bilan jihozlangan. Uyimizning zo'r fishkalari bor. Video davomida sizlarga ko'rsatib o'taman. Hovlisini ham ko'rishingiz mumkin. Kattagina yashil hudud qoldirilgan. Fasadlari tabiiy travertin toshdan qilingan bo'ladi. Darvozaxonasi ham kattagina, bemalol ikkita avtomobil sig'adi. Ko'chaga ham bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Sizlarni ko'p kuttirmasdan uyimizni sizlarga bitta obzor qilib beramiz. Xonadonimizga kirganimizda o'ng qo'limizda shunaqa chiroyli stroyni shkaflar qilingan. Remontlarini prosta okamgina yorib yuborishdi. Bu taraf oshxonasi bo'ladi. Mebel texnikalari bilan tayyor. Texnikasini hammasini Bosch firmasidan o'rnatgan ekanlar. Oilaviy o'tirish uchun sharoitlari bor. Shu ko'rib turgan hamma mebel texnikalar qoladi. Uyimizda to'liq jihozlangan bo'ladi. Bu zal qismi, hovliga qaragan katta panorama romlari bilan juda ham zo'r chiqibdi xonadonimiz. Hammaga shunaqa xonadon nasib qilsin. Bu uyimizning fishkalaridan qaranglar. Xonadonimizni chillerli sistemada bu yerda umumiy bitta sanujelimiz joylashgan bo'ladi va xonadonimizning o'zini lifti bor. Hamma uyda ham bunaqa sharoit ko'rurmaysizlar. Bu yerdan podvalga tushamiz. Podvaldan ko'rib turganingizdek, to'liq podval bo'ladi. Xo'sh, bu tarafda bitta detskiy xonamiz, hovliga qaragan katta panorama romlari bor. Razmerlari ham kattagina, stroyni shkaflari, ichida o'zini sanuzeli bilan birga ko'rishingiz mumkin. Kattagina sanuzeli bor. Va uyimizning orqada ham hovlisi qoldirilgan. Ko'rishingiz mumkin. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatini ko'rib chiqamiz. Liftdan sekin ikkinchi qavatimizga ko'tarilganimizda chap qo'limizda balkonimiz bo'ladi. Orqa hovliga qaragan. Bu taraf kattagina koridor. Ko'rayotganingizdek, xonadonimizda chillerning sistema qilingan. Bu yerda bitta detskiy xonamiz bor. Razmerlarini ko'rishingiz mumkin kattaligini. Bu yerda umumiy sanujelimiz joylashgan. Bu yerda ikkinchi detskiy spalnamiz bo'ladi. O'zini shunaqa shkaflari, kravat mebellari bilan tayyor. Bu master spalnamiz bo'ladi. Qaranglar, qanaqa katta. Remontlari ham zo'r chiqibdi. Bu yerda garderobnisi bor va o'zining ichida kattagina sanuzel bilan birga bo'ladi. Va ikkinchi qavatimizda ham terrasasi bor. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa vid bo'ladi. Juda ham chiroyli. Endi sizlar bilan 3-qavat terrasasini ham ko'rib chiqamiz. Bu xonadonimizning yana bitta fishkalaridan 3-qavati, ya'ni tom qismi to'liq terrasa qilingan. Qaranglar. Mashalloh. Juda ham katta terrasa ekan. Bemalol oilaviy o'tirib dam oladigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Zona o'ddiqa qilib, toza havoda. Qaranglar, mana bu tarafida o'zini yozgi oshxonasi, barbekü zonalari ham qilingan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammamizga shunaqa xonadonlarda yashash nasib qilsin. Bu xonadonimizdan bir donagina ulgurib qoling. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, xonadonimizni kelib ko'rib, yoqsa inshaalloh chiroyli narxlarda baraka qilsangiz bo'ladi.